O'quvchilarim bor, dars beraman tildan o'zim. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ismim Azizbek. Azizbek, tabriklayman 189 bilan. Rahmat katta. Menimcha Azizbek ancha oldin 189 yig'ildi deyman sizga. Shundayam birinchi. Malades, birinchilar ham qancha bo'ldi 189 yiqqani? Shu dekabrlarda olgandim ona tildan, keyin 189 bo'lgan. Dekabrda уже 189 bo'lganda, ustozingiz kim? Ustozlar. Ustozim tarixdan Ozod ustoz, ona tildan Dilshod ustoz bo'ldi. Matematikdan Saxob ustoz. Buni qarang, 189 ga erishdingiz-da, asosiy maqsadiga erishib bo'ldingizmi? Yo'q, hali. Qarang, 180 dekabr bo'lsa, почти yana bir 6 oymi, 7 oy vaqtingiz bor ekan-a? 7 oydan nima qilyapsiz? Erishib bo'lgandan keyin rus tilini boshladim. Rus tili ustoz ismi nima? Ruslan ustoz. Nurlan ustozda akalar. Ruslan ustoz. Ruslan ustoz, xo'p, rus tilidan faqat bitta rus tili kam emasmi? IELTS ham qo'shganman, keyin o'zimga yana o'quvchilarim bor, dars beraman ona tildan o'zim. Niyat qayerga? Qaysi universitetga borasiz? Niyat diplomatiya. Institutga kirgandan keyingi manzil qayer? Institutgacha men ingliz tili, rus tilini gapiradigan darajada o'rganmoqchiman. Keyin yana ispan tilini yoki biror xalqaro tilni qo'shib olmoqchiman o'zimga. Asosan hamma ustozlarim ham bir-birlari bilan kelishib, mana ustimda ishlashdi. Masalan, Ozod ustoz ona tilidan ham, ingliz tilidan ham, Moskvadan ham hamma ustozlari bilan birga kelishib, agar biror uyga qilib kelmasam, tanbeh berib, mana 189 darajagacha erishdilar. Bitta siz uchun shuncha ustoz ovora bo'libdi-da. Maşalloh. Malades. Agar ustozlar kelishib sizni 189 qilgan bo'lsa, endi 100 qilasiz. Keyin nima qilasiz? Tashlab qo'yasiz. Yo'q, universitetda hech kim birlashmaydi. Universitetga Azizbek keldi, kelinglar birlashaylik, buni bir chet elga jo'nataylik demaydi. Bu yerda endi bu ustozlar birlashib sizni mana shu joyga olib kelib, shoning o'z farzandiday avvallab asrab katta qilib mana shu 189 ga olib chiqqan ekan, endi hayot yo'lida yakka qolasiz. Universitetda shunaqa dargohda o'qisang olim bo'lasan, o'qimasang o'zing bilasan deyshadi. Hozir hamma birinchi kurs bo'ldi. Birinchi kurs, endi shunday xursand bo'ling. Birinchi kurs biz hozir. Hammamiz ishoning, birinchi kurs biza. Bizda o'sha yotoqxona, biza bitta o'rin band bizaga. O'sha bitta kabinetda bitta o'rin bizaga band biza. Birinchi kurs bo'ldik. Va mana shu siz birinchi kurs bo'lganingizda 4-kurs bitirdi o'sha. Unda bitta tashvish bor, ish tashvishi bor. Sizda esa institutga borish tashvishi bor. Siz bilan ham bir kun uchrashamiz, siz bilan nima bo'ladi? O'sha ish tashvishi paydo bo'ladi. Bugundan harakatsiz u tashvish yo'qoladi. Shuning uchun sizga aytmoqchi bo'lganim, Azizbek, avvalambor sizga ota-onangizga kattakon rahmat. Shu ustozlaringizni yuzini yorug' qilganingiz, ularni shu etagini qattiq ushlab bilan aytganini qilganingiz uchun va yana ustingizda ishlab, nima deydi, yaxshi kadr bo'lishingiz uchun, nima deydi, harakat qilganingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Xo'p, biz o'ylaymizki, Coursera jamoasi